Vagon tarozilar haqida gaplashsak, birinchi o'z vagon tarozilarning farqlari, aynan taroziklar ishlab chiqaradigan vagon tarozilarning farqlari o'zi necha xili bor va qaysi tashkilot uchun qaysi birini taklif qilasiz o'zi? Vagon tarozilar o'zi 3 xil bo'ladi. Bu statika degani vagon kelib taroziga to'xtaydi, o'lchaydi. Ikkinchisi dinamika bor. Dinamika vagon o'tib ketadi, o'tib ketganda u hisoblaydi. Necha kiloligini. Yana bor statika dinamический. Ham ikkita rejimda ishlaydi. To'xtab ham ishlaydi, o'tib ketganda ishlaydi. Bari o'sha 3 xil tipdagi tarozlarni taroziklar ishlab chiqaradi. Keyin bizlarga yana bor bizlar o'sha tarozini bu hozir men aytayotganlar tiplari edi. Endi bor bizlar yana bir xil ishlab chiqardik. Bez fundamentni. Fundamentsiz ishlab masalan vagon tarozini montaj qilayotganda bu yerda kotlovan qilinadi, kotlovan betondan qilinadi, kotlovan ichiga qo'yiladi, keyin ustidan temir yo'l qo'yiladi. Hozir shunday bo'lyaptiki, shunday bir xil joylar bo'ladi, u qurilish ishlari kamida 40 kun, 45 kun vaqtni oladi-da. Bir xil joylarda bo'ladi, masalan 40 kun, 45 kun o'sha masalan vetka deydi. O'sha vagonni liniyasini ushlab o'tira olmaydi, chunki u o'sha liniyadan boshqa korxonalar ham ishlatishi mumkin-da. Endi bitta korxonalar uchun deb 45 kun boshqalar kutmaydi-ku. O'shanga masalan kelishadi-da, masalan bir haftaga menga o'rnatib bering deydi. Bir haftasiga vaqt. Даже shunday bo'ladiki 3 kun vaqt deydi. 3 kun vaqt. O'shanda bizlar hozir yangi model ishlab chiqardik. U shuna relsning ustiga qo'yiladi, relsning ustiga qo'yganda ishlab ketadi. U ham statikada ishlaydi, ham dinamikada ishlaydi. Mana shunaqasi bor. Yana bizlar avval birinchi ishlab chiqargan tarozilarimiz o'sha imенно o'sha vagon tarozilar. Bizlar avval birinchi statikada ishlatardik. Faqat statikada железный chiqarardik, железный, unaqa temirdan. Temirdan yasardikda ichini beton bilan to'ldirardik. Nima uchun? Chunki vagon tarozi og'ir bo'lishi kerak. Chunki vagon o'zi og'ir narsa, ustidan o'tib ketgandan keyin yengil bo'lsa agar, masalan konstruksiya yengil bo'lsa, sakraydi. Shu sakramasligi uchun uni og'irroq qilib, ichini beton bilan to'ldirardik. Keyin borib mana Yevropadan bizlar unaqa chertyojlar oldik. Mahsulot unaqa. Yevropaliklar bilasizlar, juda tejamkor bo'lishadi-da, juda hamma narsaga tejamkor. Yevropada 85% tarozilar, 85% tarozilar betondan qilingan. Ular juda bir pulga ekonomist bo'lishadi-da. Bizga ham shu men qiziqdimda o'shanda, keyin o'sha bizada Yevropadan, Germaniyadan kompaniya keldi. O'zi asli ukrainalik ekan bola. O'sha Germaniyaga borib, o'sha kompaniyada ishlab bo'lgan. Keyin kelishdida shunday birgalikda ishlaylik. Yo'q, men keyin chertyojlaringizni beringlar, biz sotib olamiz. Keyin ulardan datchik Filintek degan kompaniya bor. Filintek. Ular nemis kompaniyasi. Ular tenza datchik ishlab chiqaradi. Bo'pti, sizlarning tenza datchiklarini olamiz, lekin faqat bizga shunaqa narsa kerak. Chertyojlar kerak sizlardan. Bo'ldi deyishdi. Endi o'sha vaqt ham vagonni, ham avtomobilni 30 ming euroga sotib olgandik. Bir chertyojni. Keyin uni shunday betonni tarozi ishlab chiqarish uchun qolip kerak-da. Uni qolibini yasashga ancha pullarimiz ketdi. No effekti bor. Effekti nimasi? Mana bu temir tarozilardan 30-40% arzon. Bu arzon chiqqani bu sifatsiz degani emas. Bu material, chunki masalan qum o'zimizdan, sement o'zimizdan, shag'al o'zimizdan, armatura o'zimizdan. Chunki milliy mahsulot. Lekin masalan bir xil odamlar bor, aytishadiki, beton tarozi bo'lmaydi, beton sinadi, mana hovlini beton qilsangiz sinib ketadi. To'g'ri, u beton bilan bizning beton farq qiladi, chunki markasi bor, betonlarning markasi bor. Mana uylar turibdi-ku, betonli uylar turibdi, necha yildan beri turibdi. Yo'q, masalan, bitta uyni vazni necha tonna, pastdagi fundament ko'tarib turibdi. Pastdagi fundament masalan 20 etaj, 30 etajni ko'tarib turibdi. Betondan-ku. To'g'ri. To'g'rimi? O'sha masalan, o'sha uchun bu yangi texnologiya betonlik chiqaryapmiz hozir.
Lekin masalan klient endi baribir klientning so'zi klient всегда прав deydi. Klient desa, "Yo'q, men temirlik xohlayman" desa, temirlik qilib beramiz. Puldan ekonom qilmoqchi bo'lsa, mana deymiz, ana sizlarga vыбор. O'sha uchun bizga 3 xil bor. Betonlik tarozi, slasher betonda. Keyin железобетонный deyiladi. Atrofi железо, ichi beton. Beton qilamizki, u og'ir bo'lish uchun. Bu beton bizga faqat vesni unaqa og'ir bo'lish uchun. Bor чистый unaqa как его relsga qo'yiladigani, u tez, bez fundament deydi. O'sha u 3-tipdagida bor. Ana endi masalan bizlar lekin uchalasi ham statikada, ham dinamikada ishlaydi. Bu dinamikada ishlashi bu programma ta'minoti bilan. Rossiyada ASI degan kompaniya bor. Ular bizlar hamkorimiz. Endi nima deymiz, bular chempionda, chempion. Endi ular bizlardan anaqasi opti ham kattaroq. Unaqa ishlardan iltimos qildik. Bizga shunaqa programma yozib beringlar deb. Yozib berishdi. Imенно bizlar uchun. O'zi o'sha narsa bilan ishlayapti. Ham statikada, ham dinamikada. Lekin masalan birinchi bo'lib O'zbekistonda Tarozi Class kompaniyasi ham statika, ham dinamika vagon tarozini qo'yishdi.